Har bir harakat yuqori sifat uchun. EPC Pharma jamoasi 65 kvadrat metrli kvartirani ta'mirlash ishlarini yakunladi. Xonadonimizni neoklassik uslubida ta'mirlab berdik va dizayn loyihadan boshlab to topshirgunimizcha 3 oy vaqt ketdi. Biz o'zbeklar mehmondo'st bo'lganimiz sababli bu mijozimizga bitta yechim qilib berganmiz, ya'ni shkafda skrytый kровать qilib berganmiz. Agar yotadigan mehmonlar keladigan bo'lsa, shundan tortib joy qilib berishadi. Qo'shimcha qulaylarda bu xonadonimizda холодный komnata qilib berganmiz. U холодный komnatamizni zaldan pastga podolga tushib ketiladi, lyuk qilib berganmiz. Shu yerdan chiroyli, unumli foydalansa bo'ladi. Ayollarimizga yana qo'shimcha qulaylik yaratib berganmiz, ya'ni sushilkamizning mexanizmligini qo'ydik bu yerda. Sababi idish-tovoqlarni bemalol olib, o'tga qo'yib, yana foydalanishga ishlatsa bo'ladi. Bu xonadonimizning fasad qismi va podezlarini ham ta'mirlab berganmiz. Esingizda bo'lsa, bu xonadonimizda qisman qilingan ishlarning narxini sizlarga aytgan edik. Shu holatga kelguncha qancha pul ketgan? Kommentariyada o'zingizlarning fikrlaringizni qoldiringlar.